Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınızlar? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu programısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalıq məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishqa iradə bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq. Muntazam ma'rif tərbiyəsi almağan Edisonның fən kəşfiyyat işlərdə qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturmuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamıda qat'i iradə bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda, qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib, elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilcha ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovor bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Edison Qo'shma Shtat G'arbiy telegraf shirkatidan ketgandan keyin kuli ko'rpusini yudigan, beshini sangalatgan holda ketib boradi. Moderna boyiqi abdi bashirasi texichi uning ko'z oldidan ketmaydi. O'ylasa odamning yuragi siqiladi. Dunyoda bundaqmi zo'migar mudir bo'lamdi. Birdamni yuz o'rib, oqqorni surishtirmayla bir odamni haydavatdi. Nima degan haybi bu? Balo qazo kelay desa, ishik to'nglikni etib olsimi keladi degan shu-da. Bo'lg'uluq bo'ldi. Endi nega berish kerak? Shaharning hamma yeri g'uj-g'uj. Kishilar xuddi mo'kidak o'tishib turadi. Paytun qo'ng'iroqlar jaranglab turadi. Lekin Edison cheksiz dengizda ya quruqlikqa ko'zi yetmay, ya yo'nalishni farq etolmay tinab qolgan yigoni qiyiqdak g'iribsinib qoldi. Shundaq tamtirab yurgunida soğuq shamol so'qib o'tdi-da, uning tuklari ta'tir yenib, badani qo'rildi. Indian polisga yangidan kelgan chaqdimi hozirgidek ahvolga duch kelganligi birdilla esiga tushib qoldi. Shu kuni saharda so'ngakdan o'tadigan so'g'uq shamolda lapildab yig'iyotgan qilin qorda besh qotgan holda u yer bu yerga do'qirib ko'rgan edi. Natijada bir muncha odam qarab turgan naq maydonda tajriba o'tkazganda imtihon olg'uchi amaldor o'zini tutolmay yugurib kelib uning qo'lini tutgan edi. Bu nima degan kishini ilhomlantiradigan manzara? Mo'shularni o'ylaganda uning qalbida ko'tarilgan illiq bir iqim xuddi chaqmoqdek butun vujudiga tarqab, yuragi to'kildab so'qib, yana bir dilla ruhlanib, yo'g'on ko'zlari chaqnab ketdi. Haydavasa, haydaydi, dedi u o'z-o'ziga. Sening mushu fazilatingdan qaraganda to'chaqliq paytun akilib taklif qilsangmi, sening qo'lingda ishlamayman dedi. Senigida ishlamasam, bu keng olamda boshqa joy tepilmasmidi? Shamol chiqib, osmondagi bulutlar xuddi titilgan paxtadek to'zib, u yer bu yerda ko'p-ko'k osmon ko'rinishga boshladi. Edison to'xtadi. Osmonga qarab cho'nqur nafas oldida, ko'ngil ko'ksi texmi echilib qoldi. Shuning bilan ikki mo'risini qisib qo'yib, g'ayratlanib, mo'risidagi kuli ko'rpusini egizlatib qo'ydi. O'ziga dam berib, yerda jilvalanib turgan kun nuriga dastigan holda cho'ng-cho'ng qadam tashlab, davomliq olg'imangdi. O'ylab beqing. Yoki yigona bir odam qo'm qayrindoshsiz yoqi yurtning yot yo'llarida tinab tamtirab yurish haqiqatan oson emasdi. 20 yoshga kirmagan bir yigit uchun aytganda, bu yo'l tap-tash emas. Bu yo'lda qavat-qavat to'saqlar bo'lib, mengish ta'sidi. Telegramma texnikasini egallagan kishi tashqi muhitning ehtiyojiga muvofiqlashsa, xizmat tepish ancha qiyin emas. Lekin hamma yerda qozonning quliqi to'rt. Qo'shma Shtat G'arbiy telegraf shirkatining mudiridek boshliqlar xuddi cho'pliklarga, qo'ram toshlarning kayniga mo'kib olgan, qachonli bo'lmasin etilib chiqib yo'lingizni to'sib oladigan yo'lbosqa o'xshaydi. Bu ablahlarda ochko'zlik, ifloslik, fursatparastlik, makkorlik, hasadxo'rlik, ish qilib sanab ko'rsatishga bo'ladigan askiliklarning hammasi degudak tepiladi. Ularning qo'l ostida ishlaganda do'st tuqqanlar orqali xo'jayin bilan yaqin bo'lib olsa, o'rning birdali ko'tariladi.
erkin ozodi yuraversan. Bo'lmasa, ko'ziga bir qitim sat ko'rinib qolsang, yo'qolang bir chatoqni topudi-da haydab chiqardi. Edison Indianapolisda mushundaq oqibatga uchurdi. Keyin Cincinnati'da, Nashville'da, Memphis'da o'xshashli ashundaq falokatga uchurdi. Endi uning oilasiga kelsak, Nanshi Xo'rinda turardi. Shanmur azroq tijorat qilib turdi. Uning ustiga bolalari pat-pat pul avatib turardi. Ana shuning bilan bovay momay g'am-g'ussiz obdan turmush kechirardi. Nanshining cho'ng qizi, cho'ng o'g'li o'lik o'choqliq bo'ldi. Ömür bo'yi bola chaqasining g'am-g'ussida yurish oson emas. Mana endi har holda g'am-g'ussidan qutuldi. Ularning g'imida yurak zardab bo'lishning o'rni qolmadi. Lekin Edison degan bu o'g'lining kichikkina turib yurt gezib, sargardon bo'lib yurgini ona uchun bir ansizlik edi. Agar Edisondan vaqti-vaqtida xat kelmay qolsa, u put ko'ygan to'qidek tipirlig'ini edi. Hatto aram xudo uxlay olmaydi. Oldiga tamoq kelsa, tamoqda bolasining chiroyi ko'ringandek bo'ladi. Ko'zini yumsa, bolasi xir-xir kulib oldida turgandek ko'rinadi. Ana Әдіден кәчкіче шу балысының xiyolida alang-salang ansiz o'tadi. Edisondan birər parça xat kelib, xatda salomat, xotirjam turdim deyilgan bo'lsa, ana o'zini o'rindiq tashlaydi-da, gap so'z qilmay kulib ketadi. Shanmur Qadinas Hamrining o'zini qo'yolmay tipirlab, o'z-o'zi bilan g'udunshib yurganini ko'rib tursimu, lamjim demay, hadab kayni-kaynidan uzildirmay tamoq chekatdi. Ahvol tushunishlik. Balaning oilaga xat yozmasligi umuman yaxshilikdan derak bermaydi. O'zimi jahonning issiq sovuqini, ochiq chuchukini tetixon, agar to'qay yo'llarni bosgan. Hozir jahonning qandoqligini biladi. Lekin bu hech gap emas. Yashamasmi? O'ng'ishsizligi ko'proq uchursa, issiq sovuqni ko'proq tarsa, cheniqidi. Aql parasti o'sidi. Az to'lim harat o'ginido deb qaraydi. Onun ustiga yaqin yillardan bo'yon Edisonning gap so'z, menish turishlarini ko'zlab turganda da bu balaning boshqacha ekanligini, kichkidan tortib yengil emas, puxta, kam so'z bo'lib, qilman degan ishini bir boshqa elib chiqadiganligini sezib turadi. Bundoq bala sirtda yursa, ota-onaning g'am qilishining nima hojati? Shunga Edisondan o'zining yaxshiligi to'g'risida xat kelganda, qandoq? Mening o'ylaganim to'g'rimikan? U baladan ansirashning hojati yo'q. Qarana, obdan ketibdi u. Deganda qilib, o'z qadinasiga ko'ranglagan holda qarab qo'yapti. Yoz ketib, qishmi kirib qoldi. Kunlar nihoyatda tez o'tib ketdi. 1867-yilning kuzi kelganda Nanshi barmoqlarini chiqarib sanab ko'rdi. Balasidan xat kelmigili, yana xil uzoq vaqt bo'lib qolgan edi. U yana ansizlik tushdi. Bu qitim sirtqi chiqqini o'tgangi chaqlardagiga o'xshamaydi deb o'yladi. Balam Iroqqa, Janubiy Amerikaga bormoqchi bo'lgan. Bormaganligi noma'lum. Bormagan taqdirdimi xat xabar bo'lishi kerak edi. Borgan taqdirdimi u yer nihoyat Iroq. Qatma-qat tog'larning nerisida. Uning ustiga yoqi yurtning havosimi boshqacha, so'zlarimi boshqacha bo'ladi. Turmush odatlari o'xshash emas. Olim-odis og'rib silab qolsa, kim xabar oladi? İş tapolmasa, qandoq kun kechirdi? Apla, boshidili amal qilib to'sib oladigan ish ekan, qarab turib qo'yibman, deb o'ylab kelib, shu chaqda balasining ushtin tutli uyga qaytib kelgan vaqtdagi ahvolni esiga oldi. O'g'li bu yil atyoz Memphisda xizmat qilayotganda, qo'sh xabar berishni tajriba qilganligi uchun mudirning bir tuqqini bilan ziddiyatlashib qolgan. Aslida hiliq ablahmo birli vaqtda bir liniyada qo'sh telegramma berish ustida bosh qotirib yuradi. U Edisonning o'zidan chaqqan kelib, o'zining oldiga o'tib ketganligini ko'rib, hasadxo'rlik keldi-da, mudirni bir bano tepib uni haydovchiga quturadi. Edison qobiliyatli bo'lg'achqa yana Louisville'da xizmat topdi. Uyga yozgan xatir yana qo'sh xabar berishni tadqiq qilish bilan billa yana hadab ispancha o'rganayotganligini, pat arda o'qish, yezish jihatda ispanliklar bilan o'zangi so'qishtirish umidining borligini aytgan. Bu xatni topshirib olgan ota-ona xatni qayta o'qib, uni qo'lidan tushirgisi kelmay, bolasining har tarafdan olg'a besib ketayotganligidan tasvirlab tugatkusiz xo'shal bo'lishgan. Ancha uzoq o'tmay, o'g'li tuyuqsiz qaytib keldi.
3 yil ayrilib birdilla ko'rishganda ana qanchalik xushal bo'lib ketdi deysiz. U balasining qo'lidan tutib, xuddi birinchi qitim ko'rishgandek uning beshidan oyog'igacha, oyog'idan beshig'icha sinjilab qarab ketdi va bo'y tortibsan, mazmut cho'ng bo'psan. Vaqt nima degan tez o'tdi. Birdamdan 3 yil bo'pti. Ustalga qo'yilgan bolka saylardan purqirab pur chiqib turadi. Uy ichi mazzilik puraydi. Qaytib kelgan o'g'li uchun ana alohida mazzilik taomlarni tayyorladi. So'ng piyoz bilan go'sht qo'rdi, yong'yu bilan qo'rdoq etdi, to'g'ri go'shti qo'rdi, tuxumni yog'da butun pishirib, yana sur go'shtni ushoq to'g'rab ustiga soldi. Yana mazzilik sho'rpa elib keldi. "Ya balam, buning hammasi sen amroq tamoqla. Hammani yeb bo'lmasang, xafa bo'laman", dedi-da, uning udulig'i kelib, kulgan peti uning tamoq yeyishiga zo'qlanib bo'ldirdi. Balasi qaytib kelganda qovul yigit bo'lib qolgan edi. Buningga Nanshila emas, Shanmurmi xushal edi. Xushalliqidan og'zi quluqiga yetmagan Shanmur qadinasiga birdam qarishib berib, qo'li besiqqandan keyin birdila o'ylab qoldi. "Ha, ahvol boshqacha deyman. Sirt yurginiga 3 yil bo'ldi. Qaytib kelish to'g'risida gap so'z qilmagan edi. Qandaqcha lamjim demayli qilib kelib qoldi. Ahvoldan qaraganda biror favqulodda jiddiy voqea yuz berdi o'tayin." Shanmur shu xiyol bilan bir nima deyishga tamshilayotganda Edison o'zining ko'nglidagini topgandek qildi-da, tamoq yegach kulib turib onasidan: "Ana, bu qitim nimaga qaytib kelganimni bilamsiz?" deb so'radi. Nanshi tamoq taqsillarini uning oldig'iroq surib qo'yib: "Menmi shuni so'rmoqchi edim, bolam. Endi cho'ngli yigit bo'lib qolding. Ko'nglingda nima o'ylaring bor? Texichi uf qolmayapman. Tapaqa, bu qitim nima ish qilmoqchi bo'lib qaytib kelding?" dedi Shanmur gap qistirib. Edison cho'ng ko'zlarini bo'g'ay mo'mayga tikib: "Janubiy Amerikaga bormoqchi bo'lyapman." "Nega deding?" O'g'lining udulida o'ltirgan Nanshi uning gapini aniq anglab turibmi, ishongisi kelmay quliqini ding tutib so'radi. "Janubiy Amerikaga bormoqchi", dedi Edison qat'iy talaffuz bilan takrorlab. "U yerni mo'lchilik, bozorlariovat, nihoyat yaxshi deyishidi. Ikki og'inam bilan ata Louisville'da uchrashib, shu yerdan yo'lga chiqmoqchi bo'ldik. Ikkinglarga aytib qo'yay deb atayin keldim." Bu gapni anglagan Nanshi xuddi yangnida o'ltirib olgandek das o'rnidan turib ketdi-da: "Bo'lmaydi, bormaysan, zodi bormaysan", dedi kayni-kaynidan. "Ana, oldirmay turmamsiz", dedi Edison kulib turib onasiga tasalli berib. "Qarang, sirtda 3 yil yurib, mana bir obdalla qaytib keldim. Janubiy Amerika tarafning ahvoli bu yerdan yaxshi-kan. Texmi ko'ngildagidek bir ish qilg'il bo'ladi." Nanshi Edisonga bir olib qo'yib, kalpuklarini purishtirib: "Bo'ldi-la, elimi tortqinim yetar. Qatavatmisang, gelimdan tomoq o'tmaydi ekan. Uyqummi kelmaydi ekan. Tut bo'lib, xuddi puti ko'ygan to'qdek tipirlabli qoldi ekanman. Janubiy Amerikaga kelsam, tushimdimi ko'rolmayman. Orliq shuncha yiroq. Boray desammi yo'lni bilmayman", dedi-da, o'zini tutolmay ko'zlari namlashdi. Bir tortib, yana so'zini davomlashtirdi. "Bolaning onadan ayrilg'ini, qo'g'inning piligidan ayrilg'ini o'xshash. Hozir ichki urush to'xtadi, lekin nihoyat qalaymiqa. Mushundaq ahvolda yiroqqa boraman desang bo'lmaydi. Zodi bo'lmaydi." Kishilik hayotning qimmati ham zinnati shaxslar albumi programmasi. Ana bola hikoyalarning birisi bo'lmaydi desa, birisi bak yaxshi deb har qaysi o'z gapini qiladi. Bu ahvolni ko'rib Shanmurmo o'ylanib qoldi. O'tgan navbatdagi xitida ispancha til o'rganyapman, ispanlar bilan o'zangi so'qishtirman deganiga qaraganda, boyiza tayyorlik ko'rib deganda. Demisimi, Janubiy Amerikada mushundaq yeziq qishildi. Shu tilda so'zlashidi. Albazidan qaraganda bu o'g'il qat'iy niyat bog'labdi. Endi uni bu niyatidan qayturman deb eg'izni upiratganning foydasi yo'q. Barisi. Lekin uning uchun ogohlantirib qo'yish kerakki,
Anlagan gapning hammasiga ishonib ketgili bo'lmaydi. Safar ustida ko'p ehtiyot qilish kerak. Yana o'qishib ko'rish lozim. Agar Janubiy Amerika degandek yaxshi joy bo'lsa, borsin. Bo'lmasa, darhol qaysim kechikmaydi. Shanmur ashu tariqada bir fikrga kelib qo'yib, o'zining o'ylarini ona bola ikkisiga aytdi. Edison jon bolakam deb ma'qul bo'ldi. Nanshi dastlab qo'shilmadi. Keyin bolasining yelinib yolvurg'ini, uning ustiga erining bir tarafdan salo qilib, yal berayotganligi uchun taslikda beshini lang'ishtib ma'qul deyishga majbur bo'ldi. Shu kuni kechida Nanshi uyan o'rilib, buyan o'rilib uxlay olmadi. Shanmurning uyqusi qechib, tortib chiqdi. Bolasi ati yiroq safarga chiqdi. Boy bilan Momay hech qanday qilib xotirjam bo'la olmadi. Bir hazodan keyin ichi siqilgan Shanmur chidamay asta qo'pib o'ltirdi-da, sarangi yiqib tamaki chekdi. Qayrilib qaraydi, qop-qora ko'zlarini parqirtib yotgan Nanshiga ko'zi tushdi. Shanmur beshini chayqab, ovozini chiqarmay ulug' kichiktindi. U onaning dardini tushunatdi. Bundaq dardning kishini qanchalik azoblaydiganligini nihoyat yaxshi biladi. Lekin ota-ona balaga mehribonlik qildim deb, balani to'smasligi, uning olg'i besishiga qo'shilib bo'lmasligi kerak. Balki uning keng qanot yeyib uchishiga, poyonsiz ko'kda parvoz qilishiga, boturlik qilishiga, o'z ishini boshlashiga yo'l qo'yishi lozim. Erining orqa-orqadan 3 tal tamaki chekkinini ko'rgan Nanshining zodi ko'ziga uyqu kelmadi. U g'ippida karotidan tushdi-da, asta berib Edison yotgan uyga qarab baktı. Balisi tatliq uxlab yetibdi. Atsi balisi yo'lga chiqdi. Bir ketibli bir necha oy o'tdi. Mana hozirgacha xat xabar kelmadi. Janubiy Amerikaga bordimi, bormadimi? Ishi o'ng'i tortdimi yoki biror peshkanlik bo'ldimi? Butunlay ma'lum emas edi. Nanshi o'y xiyolga petib, yurgi og'ziga qaplashib qolgandek bo'ldi-da, o'zini tutolmay Shanmurga qattiq bir oliyib, hammani qilgansiz, qanot kerib ussun deysiz. Xo'p bo'ldimi? Mana endi uchib qarisimi ko'rinmadi, deb top-tani qildi. Shanmurmo titit bo'lib yuratdi. Lekin qadinasining teximi g'am qayg'uga petishidan ansirab bilindirmaydi. Shunga hozir eg'ir besiq bo'lgan bo'lib, tirikmay turmamsa, yana kutib boqayli. Hamon bir kun xat xabar kelib qoladi, deb o'donshidi. Boy bilan Momay yo'lga qarab, bo'yinlarini so'zishib, shundoq kutishdiki, ertigini kun chiqqandan tortib toki kun patqichi, oqshomdan tortib toki to'g'u chillab tong otqichi kutishdi. Shu tariqada kutib uzoq o'tmay, xat xabarsiz o'g'li ushtum tutib qaytib keldi. Aslida Edison ikki do'sti bilan Louisville'dan yo'lga chiqib, New Orleansga keldi va bu yerda paraxodga o'ltirib Braziliyaga bormoqchi bo'lishdi. New Orleansga kelib turishiga kutilmagan voqea yuz berdi. Yerlik hukumat harbiy holat e'lon qilib, paraxod poyezdlarning meng'ishiga ruxsat qilmadi. Uchaylan noiloj holda mushu yerda turishga majbur bo'ldi. Keyin ikki do'sti asli plan bo'yicha paraxodga o'ltirib Braziliyaga ketdi. Edison kelgan yo'l bilan Louisville'ga qaytib keldi. U Louisville'da azroq vaqt turib, yana Cincinnatiga kelib qisqa muddat turdi. Mana shu chaqdala uning yiliq ikki jahil do'stining Meksikaga ming taslikda borgandan keyin yuqumliq seriq qizitma kesiliga giribtor bo'lib, so'nggi Janubiy Amerikada qolganligini angladi. Afsuslik ichida yana oilasi, mehribon onasini asladida burun pristoniga qaytib keldi. Biroq bu qaytim qaytib kelgandan keyin hal o'qdi ancha yaxshi bo'lmadi. Nanshi urush bo'lmagan bilan qalaymaqanchilik hilmi eg'ir deb to'g'ri aytgan edi. Edison qaytib kelib bir necha kun o'tmay turibla, yerlik doirlar harbiyga lozim deb Edisonlarni ko'chib ketishga qistadi. Muhlat belgilab bergachga nadin muvofiq uy topqili bo'ladi. Shunga bir oildagilar bir do'stining uyiga vaqtincha ko'chib turishdi. Yoqi yurtlarda 3 yildan ko'p sarson bo'lib turib, uyiga qaytib kelibmi oromxuda turolmagan Edison ota-onasining kech kunduz g'am qayg'uda yashab kelayotganligini ko'rib, yurki o't ko'ygandek puchilinib ketdi-da, Bostondagi do'sti Adamsga uning yurtida xizmat topqili bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'rab, yo'shurun bir parcha xat yozdi. U davomli sirtga chiqib, sarson bo'lib yurishga, shafqatsiz turmush bilan davomli kurash qilishga bel bog'ladi.
Adamız Edisonның Cincinnati'dagi kasbdoshi edi. Bu yigit Edisondan bir necha yosh cho'ng bo'lib, uning ko'zlari yo'g'on, qoshlari qora, yelkisi keng, beli tom, badani xuddi to'mirda so'qilgandek bijirmaydi. Burun ishlagan o'rnida Edison bilan Adams eng inoq bo'lib, arzu armonlari, mijoz xuluqlari bir yerdan chiqqachqa, bir-biridan zodi ayrilisha olmaydi. Xuddi bir qo'rsoqdan tushgan aka-ukalardek yaqin edi. Keyincha bu ikki qadrdon do'st tangla Cincinnati'dan ketishdi. Biri janubga, Nashville'ga berib, u yoqqa g'aylab, bu yoqqa g'aylab sargardon bo'lib yurdi. Biri shimolga, Bostonga kelib, Qo'shma Shtat G'arbiy telegraf shirkatining Bostondagi sho'basida hozirgacha xizmat qilyapti. Bu kuni Adams Edisonning xatini topshirib olib, qadrdon do'stining uyiga solinib qattiq siqilganligini, sirtqa chiqib biror ish topay desa, ota-onasining gapini yerib, behurmatlik qilg'usi kelmaganligini bildida, xatni ko'rgan peti Udul Melgenning yeniga bormoqchi bo'ldi. Melgen shirkatning mudiri bo'lib, haqiqatan qobiliyatli odam. U jasoratlik, nazar doirasi keng, quruq so'zlatchilik bilan xush kelmaydigan, amaliyatni so'zlaydigan odam edi. Qo'l ostidagi ishchi xizmatchilaridan birarsi savallik o'tkazsa, faqat yuz qarmaydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar tillaveradi. Agar kimdi-kim qaytirqinib ishlasa, iqtidorli bo'lsa, uningga ayrim muomala qiladi va o'stiraveradi. Odatga qoida bo'yicha oddiy bir kichik xizmatchi o'z do'stiga biror ish tepib berish uchun ko'p chog'larda obdong'ini sovg'at tayyorlab, biror tonish kishi tepib, agitmi yo'llar orqali boshliqqa so'ngitmay turib, kimmi mudirni avvar qilishga petinalisu. Adamimizning xatni bevosita o'zi elib kirib, shuncha g'ayrat qila olishining sababi shuki, birinchidan, Qadinas do'stining havoli qilgan ishini yelinib, yalvurib bo'lsin o'rinlash qoldiraydi. Ikkinchidan, u odatdagi chog'larda zirakligi va ishchanligi bilan mudirga yarab qolgan edi. Shunga u mushu aplik yo'lga mengishga urinib ko'rdi. Melgen xatni echib ko'rgan edi. Matbaada besilgan xatdan farqlanmagidak darajada ochiq, hamratlik yozilgan bu xat darhol uni o'ziga jalb qilib oldi. U xatni ko'rib etib, beshini lang'ishtirib, bir hazo zo'qlanib qargandan keyin, u telegrammini ko'chirgandimi, mushu uslubda va mushundaq xatlik yoza olamdi, deb so'radi. Mudir, sizga yolg'on aytmayman, dedi odamiz izzat ikrom bilan. Uning alohidaligi mana shu yerda. Uni hayt yaxshi mashq qilgan. Siz bu xatni bir siziqdan sizib, chiroyli yozganmikin deb qolma. U xat yozadigan bo'lsa, chaqmoqdek tez yozadi. Melgen kulib ketdi va "Gapini qara. Undaq bo'lsa, rivoyatlardagi odamning o'zi bo'lib qolmamdi", dedi. Mudirmi xo'shal chaqlarda chaqchaq gap qilib, qiziqchilik qilib qo'yadi. Odamimiz kulib ketdi, lekin astoydil tus bilan rasmiy yuzunda mundaq dedi. Paket asosim bo'lmasa, og'zimga kelganini so'zlab, mudirni aldashga beshimonmi? U Indianapolisda 2 darajalik radist bo'lgan chig'ida, uning ko'chirgan telegrammasining sifati yuqori bo'lg'achqa, shirkat doiralari uning ko'chirgan qo'lyozmalarini ko'rgazma qilgan. Texi Cincinnati'ga kelganda, uni 1 darajalik radist qilib o'stirganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan. Melgen xatni yana bir ko'rib chiqib, birpas o'ylangandan keyin bir qarorga keldi-da, "Bo'ldi. Sana ishinaman. Uningga xat yozib chaqirtqin. Yaxshi ishlasila, uning ajrini yerda qo'ymayman", dedi. Qadinas do'stining xizmatining bir parcha xat, necha ig'iz gap bilan mundaq oson hal bo'lib ketishini haqiqatan xiyoliga keltirmagan odamiz qaltis xo'shal bo'lib ketdi. U mudir bilan xo'shlashib chiqqandan keyin qog'oz qalam elib, Edisonga ishning jarayonini ujur-bujurigacha bayon qilib bir parcha xat yozdi va xatning oxirida ta'kidlab, ishni kechiktirma, mushu xat takkan kunini tayyorlik qilib tezdan yo'lga chiqqan deb yozib qo'ydi. Darvaqa bir necha kun o'tmayla Edison yetib keldi. Uzoq ayrilib amdi ko'rishgan bu qadinas do'stlar bir-birining qo'llarini qo'yib atmay, bir-biriga to'ymay qarishib uzoq mungdashdi. Bir hazo qadrdonlik qilishgandan keyin Adamiz Edisonning beshida yana burunqi ko'nishlab, uchisida
yanılı şu yantuğu yolluk raqtın tikilgen kemzul va shim turg'unini ko'rib, kulgan peti chaqchaq qilib. Balli, 2 yil jarayonida mijazing, taq turqing o'zgarmabdi. Lekin qo'sqonga qochilgan bilimlar, qo'ling bilan ishlagan tajribalar balkim burun qisam peti turavermay bir nechasi ko'paydi-g'o deyman, dedi. U xo'shal holda Edisonni mudir bilan ko'rishtirdi. Xizmat rasmiyatini o'tashdi. Ondan uni shirkatning har qaysi ishxonalariga olib, kasbdoshlariga bir-birlab tanishtirdi. U yana Edisonning nars keraklarini yotoqqa olib berdi. Hamma ish bitgandan keyin Qadinas do'stini karvatga itirib, yo'lda japa tortding, avval dam olgin. Baya mudir seni tushdan keyin soat 5:20da qishimga kelsin, dedi. Ahvoldan qaraganda sendin imtihon ilib baqadigan o'xshaydi. Shunga toza obdan harduq chiqarib elib, vaqti kelganda mahoratini uningga bir ko'rsatib qo'ygin, dedi-da, Edisonni zo'rlab uxlatgandan keyin eshikni yepib qo'yib chiqib ketdi. Qishning gugum tushgan vaqti. Tun pardasi nihoyat tez tushdi. Soat 5 atrofida kun g'arbga petib, tog' beshida gunga qizil sho'l ko'rinib turadi. Havo qorong'ulashishga boshladi. Uylardami chiroqlar yondi. Qo'shma shtat g'arbiy telegraf shirkatining radistlar ishxonasi varang-churung va ishq to'lgan bo'lib, haddidan tashqari qizib ketdi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tanishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun mush yerda oxirlashdi. Davomini Atikson programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay olmagan do'stlar bo'lsa, stansiyamizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni www.uycnr.com toriga kirib, qayta anglasanlar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda, takror anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli hozirlanadi bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayat Anvar. Muharrir Ilhom Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.